Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kerak mahsulot, rahmat, o'tiring. Rahmat. Men sport anjomlari ishlab chiqaruvchi tadbirkorman. Menga telefon qilishyapti. Sen bizni brendimizdan foydalanyapsan. Seni sudga beramiz, jarima qo'llaymiz deyishyapti. Shunga tovar belgisi nima o'zi aka? Shu bo'yicha tushuntirish beringlar. Tushunarli, hurmatli tadbirkor. Avvalambor tovar belgisi bu jismoniy va yuridik shaxslarning xizmat va tovarlarini boshqa bir jismoniy va yuridik shaxslarning tovar va xizmatlaridan farqlash imkoniyatini beruvchi belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan belgidir. Haqiqatan ham bu vaziyatda siz ishlab chiqarayotgan tovarlarda foydalanilgan tovar belgisi boshqa shaxsga tegishli bo'ladigan bo'lsa, bu yerda huquq egasi sudga murojaat qilish huquqiga ega hamda belgilangan tartibda jarima urib olish vakolati bor. Hozir tovar belgisini tizim orqali tekshirib ko'ramiz. Hurmatli tadbirkor, haqiqatan ham siz foydalanayotgan tovar belgisi muqaddam boshqa tadbirkorlik subyekti tomonidan ro'yxatga o'tkazilgan ekan. Bu vaziyatda uning murojaati qonuniy, sizning faoliyatingiz noqonuniy hisoblanadi. Rahmat, tushunarli. Endi nima qilishim kerak aka bu vaziyatda men hozir? Bu vaziyatda tadbirkor avvalambor huquq egasi bilan litsenziya shartnomasi, o'sha tovar belgisidan foydalanish bo'yicha litsenziya shartnomasi tuzishingiz mumkin yoki o'zingiz mahsulotlaringizga yangi tovar belgisini o'ylab topib, shuni ro'yxatga o'tkazirishingiz ham mumkin. Bu tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish uchun nima qilishim kerak? Keyin buni to'lovlari qancha? Shu bo'yicha aka bir tushuntirish bering. Albatta, tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish uchun to'lovlar mavjud. Talabnoma yuborish uchun siz Adliya vazirligining maxsus elektron tizimi orqali tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazilish yuzasidan so'rovnomani yuborasiz. So'rovnomangiz Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk markaziga kelib tushadi hamda vakolatli organ tomonidan arizangiz o'rganib chiqilib, ijobiy baholangandan so'ng sizga tovar belgingizda ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma beriladi hamda sizning huquqlaringiz Adliya vazirligi tomonidan himoya qilinish boshlanadi. Rahmat, bor ekansiz-ku. Men ham tez orada o'zim brendimni yaratib ro'yxatdan o'tkazaman. Sizchi hurmatli tadbirkor? Hurmatli tadbirkorlar, siz ham o'z vaqtida tovar belgingizni ro'yxatdan o'tkazing hamda brendingizni himoya qiling.